Ketdik. Xijolat bo'lib aytasiz, dadasi bugungi kichkina o'g'lingizni shartnoma pulini o'tqach, esingizdan chiqmasin, oxirgi kun ekan. O'g'linga shartnoma qog'ozini universitet buxgalteriyasidan meni ishxona menga tashlab qo'ysin. Hisobchimizga beraman. Kechga gaplashganimda oylikdan o'tkazib beraman dedi. Shunday vaqtlarda ishlamasligimga afsuslanaman-da. Sizga yordam beradi. Sen ishlaysanmi, ishlamaysanmi, bu uyga peshonamizga yozilgandan ortiq kirmaydiriz. Sen shu uyni sarishta qilib, farzandlarni tarbiya qilib o'tirganing uchun ham xotirjam ishlab yuribsan. Mana ishxonada bemalol ishlayb yuraman. Bu gapni bir gapning boshiga gapirma. Xo'p, dadasi, o'tganingizga baraka bersin. Hop, ketib olmang,